Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi avtomobil bozorida mavjud sotuvda mavjud avtomobillarimiz bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi mashinamiz Shinera X30L avtomobili. Avtomobilimiz yil 2023-yil bosib o'tgan masofasi 38 ming kilometr. Mashinamiz zavodskoy metan gaz uстановкалар bilan chiqqan. Ichki holatlari bilan bir tanishtirib o'taman. Chunki ko'rishlar mumkin, juda ham akkuratli, pokiza, zo'r haydalgan. Xo'p. Mashinamizni o'rindig'i 19 kishilik, shofyor bilan 10 talik. Holatlari juda ham chiroyli, akkuratli mashina. Senji bu zavodskoy metani bor degani. Mashinamizni narxiga kelsak, narxini 13.500 dollar deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa bemalol alohida chiqib olasizlar. Xo'p, keyingi mashinamiz Aycar 03, Cherry Aycar 03. Mashinamiz 2024-yil bosib o'tgan masofasi 38 ming kilometr. Ikkita motorli, 501 zapas xodi bor. Ichki holatlari ko'rishlar mumkin. 9 xil rejimlari bor, offroadgacha. Juda ham chiroyli mashina. Yil 2024 bosib o'tgan masofasi 38 ming kilometr. Bu mashina narxiga kelsak, narxi 24.500 dollar. Kami bor, kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol alohida chiqib olasizlar. Keyingi mashinamiz Cherry Arizo 6 Pro 2023-yil 20 ming kilometr bosib o'tgan. Polni full paysada yuklari bor, 3-paysada mashina ichki holatlarini ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli holatda. Zemada hali matbuy bo'lib turibdi. Mashinamizning kraskalari absolutni toza. Narxiga kelsak 16.800 dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Shunaqa arizasi bo'lgan tanishlarga bemalol tashlab qo'yasizlar. Va keyingi mashinamiz Aycar EQ7 elektromobil 510 zapas xodli. Bu mashinamizni yili 2024-yil bosib o'tgan masofasi 42 ming kilometr. Kraskalari toza. Mashinamizda sideniya, baglif, adduv, massaj, avtomatika hamma yo'llari bor. Ko'rishlar mumkin, katta panoramli lyuk, 360 gradus kamera. Mashinada nima avvalot bo'lsa hamma narsa bilan jihozlangan. Juda ham yumshoq hadoylari. Kraskalari toza. Narxiga kelsak, narxini 22.500 dollar deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, baholasa barter, nasihat savdo kelishaveramiz. Va keyingi mashinamiz Cherry 8 Pro. Mashinamiz yili 2023-yil bosib o'tgan masofasi 79 ming kilometr. Kraskasi absolutni toza. Balonlari ham yumshoq balon. Porog brizgaga qo'yilgan, tonirovka ruxsati bor. Panoramli lyuk, 360 gradus kamera, silpovoy zonalari bor. 3 qator 7 o'rindiqli. Juda ham zo'r mashina. Aqlli mashina. Ko'rishlar mumkin. Mashinamizda hech qanaqa genetskiy ishi yo'q. Shunaqa 7 o'rindiqli mashina istab yurgan tanishlarga, aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Mashinamiz narxiga kelsak, narxini 23.500 dollar deb baholadik. Baholasa kami bor, kelishtirib beramiz. Va keyingi mashinamiz Haval M6. Mashinamiz yili 2024-yil bosib o'tgan masofasi 11.400 kilometr. Mashinamiz ikkinchi paysada toza, to'liq zavodskoy holati. Ko'rishlar mumkin. Ichki holatlari ham juda ham pokiza, yangi mashina. Endigina 11 ming kilometr yurdi. Orqa holatlari. Bu mashinamizni narxiga kelsa 19.500 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz. Mashinalar bo'lsa barterga ham kelishaveramiz. Luksom yetmasa nasiya savdoga ham kelishaveramiz. Bu Swim Shinera degan mashinamiz. Yili 2023-yil 44 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Mashinamizda orqaga bagajda kraskasi bor, qolgan joylar toza, 360 gradus kamera, silpovoy zona, katta panoramli lyuk. 5 o'rindiqli, 2 qatorli mashina. Mashinamiz ham chiroyli, yaxshi mashina. Ko'rishlar mumkin. Shu bagajning o'zida kraskasi bor. Mashinamiz narxiga kelsak, bu mashinamizni 17 ming dollar deb baholadik. To'rtta yumshoq balonlari ham bor.
17 dolar kami bor, kelishtirib beramiz. Xudo xolisa, keyingi mashinamiz Jetour Dacia avtomobili. Ko'rishlar mumkin. Yili 2023-yil bosib o'tgan masofasi 53 ming kilometr. Mashinamizga 4 yumshoq balon yangi qo'yilgan, tonirovka ruxsati bor. Qora salonda. Mashinani ko'rishlar mumkin, juda ham akkuratli. Katta panoramali 360 gradus kamera. Barcha narsalar bilan jihozlangan. Asosiysi bu mashinamizda propan gaz uстановка qilingan. Mashinamizning narxiga kelsak, mashinamiz narxi 21.900 dollar kami bor, kelishtirib beramiz. Xudo xolasa kelishilgan holatda yengil narxlarda qilib beramiz. Va oxirgi mashinamiz Swam G05 Pro avtomobili. Avtomobilingizni yili 2024-yil bosib o'tgan masofasi 15 ming kilometr. To'rtta yangi yumshoq balon paragular qo'yilgan va oyoqdagi polipolni tashalgan. Mashinamiz ko'rishlar mumkin, juda ham chiroyli, katta monitorlarda panorama lyuk, 3 qator 7 o'rindiqli to'rali sideniyasi isidi va shiladigan joylari bron qilingan. Ko'rishlar mumkin mana sideniya bagiflarigacha. Orqa o'rindiqlari ham ancha katta. Bu boshda juda ham katta va haybat mashina ekan. Orqasidan amerikanskiy Lincolnlarga o'xshaydi. Kraskalari asosiysi absolut toza, yangi mashina. Mashinamizni narxi juda ham arzon. Obunachilarimiz uchun 19 ming dollar deb baholadik. Kami bor, kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, shu barcha mashinamiz sotuvda mavjud. Hammasini arzon narxda qilib beramiz. Sizni kuzatishda davom etinglar. Aytilgan mashinamiz naqd pul, nasiya savdo barterga kelisha olamiz. Xudo xolasa past raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Salomat bo'linglar.